Уже обороtim 6 millionga yaqin bo'lib qoldi. Hammaga tavsiya qilaman Qadam Education'da o'qishni. O'zim mana shu kursim ham pulini foydamdan yopib qo'yaman. Bizani ishlarimizni boshlashimizda qo'llab-quvvatlab, har doim oldimizda bo'lib o'rgatganlaringiz uchun rahmat. Hamma o'qiganlar o'zimni egallaymiz degan umiddamiz. Daromadga hozir pasti 15 milliondan oshdi. Assalomu alaykum. Men Qoraboyev Ilhomjonman. Yoshim 46 da. Uzum marketda savdo qilishni Qadam Education'da o'rgandim, xudo xolasa. Birinchi onlayn o'qishni niyat qilgandim. Keyin o'zim nima qildimki, shu offlaynda yaxshiroq o'rganish, xatolar qilmaslik uchun keldim va o'qishlar xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Yordam berishdi Sarvarbek, Azizbek hammasi. Kelganimdan savdoga chiqqandim boshida 1,5 million, 1 million 500 ming bilan savdoga chiqdim. Telefon g'iloflari sotaman. Hozir mana 1 oy bo'ldi, 7 million оборотga kirdik. Uzum marketga noldan kirdim. Shu biznesni boshlash maqsadida. Bunda yoshlik chegarasi yo'q ekan. Men bu o'qishdan mamnunman. Kelganimdan sarflangan pulga, misol uchun, birinchida o'zimda gumon bo'lgan edi, arziydimi, arzimaydimi? Arziydi ekan, hammaga tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Men ismim Risolat. Men Qadam Education o'quv markazida Uzum marketda savdo qilish yo'nalishida o'qidim. Allohga behisob shukr. Yaxshi, zo'r. O'zim kutgandan-da natijalar zo'r bo'ldi. Boshida rosa qo'rquv bo'lgan. O'zi daromadga chiqa olamanmi, qoplab bilamanmi degan fikr bo'lgan. Yo'q, yaxshi, zo'r. Qopladim. Parfyumeriya mahsulotlari bilan kirdim. Savdolar yaxshi, zo'r. Tovarni analiz qilib, to'g'ri tovar tanlab sotuv qilsa bo'ladi, zo'r. 1,5 millioncha so'm bilan kirib, hozirda оборот 6 million. Hali 1 oy bo'lmadi. Menga yaqindan yordam bergan spikerim Muhammad aka, kuratorim Muhammadga kattakon rahmat aytaman. Ulardan tushunmagan joylarim ko'p bo'ldi. Har kun telefon orqali ham, o'quv uchebniy sentriga kelib ham qayta so'radim. Yordamini ayamasdan berishdi. Kattakon rahmat. Hamma yoshlarga tavsiya qilaman. Kelamasdan bemalol kelib, o'qisanglar bo'ladi. Sizlar o'ylagandan-da natija ko'proq bo'ladi. Men o'zim hozirda qo'limda 9 oylik bolam bor. Prosta u bilan uyda o'tirib qolganimga, o'zimni nima bilan band qilsam bo'ladi, uyda o'tirgan holda qanaqa pul topsam bo'ladi deb rosa o'ylandim. Internetlarga kirib izladim, boshqa qildim. O'sha yerda ko'p uchebniy sentrlar chiqib keldi onlayn ish bo'yicha. Shularning orasidan menga yoqqani Qadam Education bo'ldi. Keldim, o'qidim, bilim oldim va savdoga chiqdim. Zo'r, men bolaliman, eplolmayman deyish yo'q. Eplasa bo'ladi. Hech qanaqa og'ir, qiyin joylari yo'q. Bolaga ham, oilaga ham, ishga ham vaqt topsa bo'ladi. Bu Uzum marketda aynan Qadam Education'da biza Uzum noldan natijagacha kursini mana bitib tugatdik. Xudo xolasa 3 million оборот bilan kirib, mana o'sha 6-7 milliondan oshiq o'sha оборот 1 oy ichida hali endi boshlanishida bitta-ikkita prodaja bilan hozir o'sha kuniga 20 ta 15 ta shunaqa prodajalar bor. Hammaga tavsiya qilaman. Rahmat kattakon kuratorlarimizga, qizlarga, hammaga sog' bo'linglar. Hamma ko'p qilgandan xursandman juda ham. Kurs haqida fikrlarimiz. Zo'r. Kelganimdan umuman afsuslanmayman. Bilmagan narsalarimni o'rgatdinglar. Rahmat kattakon. Mana hozir foydadamiz, Xudoga shukr. Hammasi zo'r ketyapti. Hammaga tavsiya qilaman, kelishinglarni. Umuman afsuslanmayman. Kurs o'ylaganimdan anchagina yaxshi ekan. Menga do'stlarim maslahat bergandim kursda, haqiqatan ham kurs o'zini oqlaydigan, yarasha natijaga olib chiqadigan kurs ekan. Savdo jarayonlarini boshladik. Xudo xolasa endi bu yo'lga harakatdamiz. Yana nima yordam kelaversa, albatta. Kuniga 3 tadan 8 tagacha o'rtacha zakazlar bor. Xudoga shukr. Qadam Education jamoasiga rahmat. Savdolar yaxshi, kuniga 4 ta 5 ta. Hammaga rahmat aytmoqchiman. O'rgatgan bilimlaringiz uchun rozi bo'ling. Xud kelganimdan afsuslanmayman. Hammasi uchun rahmat. Men rivojlanayotgan marketplacelar bo'yicha qiziqishga ega edim. O'zim shu yo'nalishda ishlayman. Uzum market va Yandex marketda bir kompaniyani savdosini yuritaman. Shunga qarab men ham qiziqdim. Lekin sayoz fikrlagan ekanman. O'zim eplab ketaman, shunchalik yuribman. O'yladim, Xitoydan tovarlar olib keltirdim va Xitoydan olib keltiradigan odamlar bilan suhbatlashdim. Ular bilan o'xshab ketadi. Ular ham endi
yangi odam klient o'zini ko'rsatishni o'ylaydi, tovarlarni sotib olma arzon deb uzun market ichiga kirish va dokumentlarni to'g'irladim. Ammo Sayoz fikrlagan shu yerdaki, bu tovarlar kartochkani yaratish bo'ldi. Shunda to'xtab qoldim. Bu tovarlarim sezoni o'tib ketdi. Maslahatim baribir ustoz shogird ko'rgani ma'qul. Uzun marketda savdoni marketplacelar bo'yicha ham Qadam Education kuchli deb o'yladim va shunga o'qishlikni o'zimga loyiq topdim va Qadam Educationda o'qidim. Shu orqali kartochkalarni yaratishda 100% darajaga o'rgandim va data analiz qilishliklarni ham o'rgandim. Bu yerda Sarvaraga va barcha o'quvchilar menga juda yaxshi ko'nikmalar hosil qilishga yordam berishdi. Ularga rahmat aytib qolaman. Qadam Education barcha o'quvchilardan afzal deb bildim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Mening ismim Farzona. Edukatsiya instituti 4-kurs talabasiman. Oldinlari Instagram hamda Telegram ijtimoiy tarmoqlarda onlayn savdo qilganman. Keyinchalik shu Uzum, Yandex kabi marketplace'larga qiziqishim bo'ldi. Dono Alixan va Business Mentor shu kabi o'quv kurslariga qiziqdim, lekin oxiri Qadam Education tanladim. Tanlaganimni afsus qilmayman. 4-darsda o'ziyoq bizga sotuv qilish jarayonlari bo'ldi. 5-darsdan sotuvga chiqdik. 3 million оборот bilan kirgan bo'lsak, hozirgi kunda оборотimiz 6 milliondan oshdi. Boshida qanaqa tovar tanlab, qaysi tovar bilan kirishga juda ikkilandik, lekin kuratorimiz Muhammad aka yordamida, data analitika sayti yordamida tanlagan tovarimizni analiz qildik va to'g'ri tovar tanladik. Marketplace'da onlayn savdo qilish uchun albatta ustoz bo'lish kerak. YouTubedan yoki ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib o'rganish baribir bilimsizlik orqali minuslarga olib kelishi mumkin. Qadam Education jamoasiga rahmat. Hammaga shu o'quv kursida o'qishlarni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum, men ismim Dildora. Qadam Education uzun market kursini tugatdim. O'zim men detskiy kiyimlarni yaxshi tushunganim uchun detskiy kiyimlar bilan kirdim. 2,5 million bilan kirdim. Hozirda 2,5 million bilan kirdim. Hozirda daromadim 6 millionga yetdi. Onlayn o'qidim. Kuratorlar yordam berishdi. Nima savollar bo'lsa, hamma savollarimga javob berdi. Hozirda tugatdim. Halizgacha yordam berishyapti. O'zim davlat ishxonasida ishlayman. Qo'shimcha daromad xohlaganim uchun shu yo'nalishni tanladim. Uzun marketda savdoni tanladim. Bu biznesni uyda o'tirgan ayollarga, qo'shimcha o'sha ishdan tashqari biznes xohlayotgan insonlarga tavsiya qilaman. Qadam Educationga rahmat, hamma ustozlariga, kuratorlariga, hammaga o'qishni tavsiya qilaman. Hammanglar savdoinglarni bersin. Adashmadim shu o'qishga kelib. Ancha narsalarni o'rgandim. Rahmat sizga ham bilimlar uchun. Hozirda bir 5 million atrofida оборот qilyapmiz. O'tsib zo'r, chunki hamma narsani keldik. Mana shu noldan o'rgandik. Juda ko'p joylarni solishtirib kelganman. Menga mana shu yoqdi. Eng katta plusi kurs tugagan bo'lsa ham, lekin har kuni har xil masala bilan kelyapman. Har kuni menga o'rgata olishyapti. Hammaga tavsiya beraman o'qish, hammaga omad. Aminlarga rahmat. Shunaqa ko'rib turganimizdan xursandmiz. Sizlarning ishingizda, hayotingizda yana ham o'sha muvaffaqiyatni tilab qolamiz. To'xtab qolmasangiz, bu sohada hali juda ham katta faizli do'konlarni hissalaringiz bo'ladi.